Men mashina chetida ochiqman. Ko'rib tekshirib ko'raylikchi. O'rtoq anular keldi-ku. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Tinchlikmi aka? 1 minutga mumkinmi shaxsiylarga aniqlik kiritib olishga? Aka, tinchlikmi? Chilonzor tumani post patrul inspektori Saftor G'ofurman. Assalomu alaykum aka. Ya qarang aka, nima qilyapsiz? Kerak emas. Tekshirib qo'yaylik. Tinchlikmi o'zi? Nima o'tiribmiz mashinada? Joyida. O, anu nima? Men bunaqa qilib qo'ygan. Bering. Aka, bakalashlar. aka. Xolis ishtirokida tekshiramiz aka. Nima bo'lsa chiqaring. Mana. Yoningizga. Nima bu? Mana aka, hech nima. Bu nima bu? Aka, oldimda 7000 bor. Keling shuni oling. Hurmatli fuqaro, pora olish ham, pora berish ham jinoyat iltimos, qo'ying buni. Yana bir bor ogohlantiryapman. Pora berish ham, pora olish ham jinoyatga kiradi. Pora olish, berish va unda vositachilik qilish ham jinoyatga sabab bo'lishi haqida patrul post xizmati xodimi qayta ogohlantirishiga qaramasdan o'z fikridan qaytmagan shaxslarning qilgan qilmishi jinoyatini og'irlashtirishiga olib keldi. Joriy yilning 27-mart kuni tungi soat 12:30 larda patrul post xizmati inspektorlari 2 nafar fuqaro va ulardan birining avtomashinasida giyohvand modda borligini aniqlashadi. Shundan so'ng sahnalashtirilgan tasvirda ko'rganingizdek yigitlardan biri patrul post xizmati inspektoriga ishni shu yerni o'zida yopti qilish uchun 7000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qiladi. Inspektor buning uchun jinoiy javobgarlik borligi haqida bir necha bor qayta ogohlantirishga qaramay, gumonlanuvchi pora taklif qilishda davom etadi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va Chilonzor tuman prokuraturasi xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzilib, fuqaro taklif qilayotgan 7000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. 7000 dollar siz aytdingiz, 7000 dollar berdingiz, to'g'rimi? Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda qo'lga olingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hamma ishni pul bilan bir degancha hal qilib boraman deydiganlar. Siz xato fikrlayotganingizni isbotlash va ogohlikka chaqirish uchun bu lavhani tayyorladik. Omon bo'ling.